Premium Pro'ga a'zo bo'ling va mana shunday chiroyli qadoqlangan xushbo'y atirlarni siz ham sepib ko'ring va mana shu kompaniyaga sizlarni ishga taklif qilaman. Voy asarlarim, ha? Hocam bizgachi. Nima sizlarga? Duhi. Voy, bulardan hech narsa yashirib bo'lmaydi-ya. Ana Premium Pro bizlarni navaralarimni ham o'ylagan. Mana qaranglar-da, bu navaralarim uchun. Kichkina probniklari bu sizlar uchun. Mana bu birinchi raqamli mani Halima qizimga, Mubinaxonga, xursandmisizlar? Mana bu Muslimaga. Qani endi Premium Pro'ga rahmat deymizmi? Rahmat. Ana biz navarlarimiz bilan birga mana shu Premium Pro'ni duxilaridan qabul qilib oldik. Uyda o'tirgan ayollarimizga tavsiya qilaman. Premium Pro'ga a'zo bo'lib, yaxshigina daromadga ega bo'ling.